qadrli mehmonlar, ommaviy axborot vosita xodimlari. Bugun biz bu yerda 2025-yilda Andijon viloyatida aholini ichimlik suv bilan ta'minlash va oqova suv xizmati ko'rsatish bo'yicha amalga oshirilgan ishlarga doir ma'lumotlar bilan tanishish maqsadida yig'ilganmiz. Andijon suv ta'minoti aksiyadorlik jamiyatida matbuot anjumani bo'lib o'tdi. Unda viloyatda 2025-yilda aholini ichimlik suv bilan ta'minlash va oqova suv xizmati ko'rsatish bo'yicha amalga oshirilgan ishlar haqida ma'lumot berildi. Tadbirda ta'kidlanishicha, 236 kilometr ichimlik tarmoqlari qurildi. 74 ta suv inshootlari qurilib, rekonstruksiya qildi. Buning natijasida esa 8 ming odam ilk bor suv bilan ta'minlangan bo'lsa, 12 ming aholi ichki suv ta'minoti yaxshilandi. Bu ishlarni amalga oshirishda esa eng avvalambor ijtimoiy jihatdan sharoiti nisbatan og'ir bo'lgan hududlarda ishlar amalga oshirildi. Ayniqsa viloyatimiz chekka hududlarda. Chekka hududlarda har bir xonadonlarga jo'mra o'rnatilib, ob hayot kirib bordi. Bu esa aholining turmush darajasini yanada yaxshilashga bu imkon yaratildi. Ma'lum qilinishicha, ortda qolgan yil davomida 73 ming nafar iste'molchilarni suv hisoblagichlar bilan ta'minlash ko'zda tutilgan bo'lib, amalda 109 ming 238 ta uskunalar o'rnatilishiga erishildi. Natijada ta'minot darajasi 70% ga yetkazildi. Vaholanki 2024-yilda bu ko'rsatkich 47% dan iborat edi. Suv hisoblash uskunalarining o'rnatilishi ichimlik suvi natijasi bilan bir qatorda iste'molchilar tomonidan foydalanilgan toza ichimlik suvi uchun to'lanadigan to'lovni 4-5 barobarga iqtisod qilish imkonini ham bermoqda. Tadbirda ishtirok etgan ommaviy axborot vositalari xodimlari aksiyadorlik jamiyati mas'ullariga o'zlarini qiziqtirgan savollar bilan murojaat qildilar. O'tgan 2025-yil Andijon suv ta'minoti aksionerlik jamiyati uchun barakali yil bo'ldi. Eng muhimi, aholini ichimlik suvi bilan ta'minlash borasida amalga oshirilayotgan ishlar hamyurtlarimizning turmush sharoitini tubdan o'zgartirishga sabab bo'lyapti. Buni bugungi matbuot anjumanida tilga olingan misollarda ham bilish mumkin. 2025-yilda erishilgan yutuqlar joriy yilda ham bardavom bo'lishi uchun puxta reja va istiqbolli loyihalar ishlab chiqilgan. Ularni amalga oshirish orqali iste'molchilarga sifatli xizmat ko'rsatish ko'lami yanada kengayadi. Bo'lib o'tgan matbuot anjumanida ma'lum qilingan xabarlar shundan dalolat bermoqda.